Uchko'prik tumani Qang'il mahalla fuqarolar yig'ini Alisher Navoiy ko'chasida yashagan Tohirjon Jo'rayev 2 yildan buyon tumandagi Zig'ir mahalla fuqarolar yig'inida ijtimoiy xodim sifatida samarali mehnat qilib kelgan. Ijtimoiy xodim lavozimida faoliyat olib borardi. Necha yildan beri? Menimcha shu 2 yil bo'lib qoldi shekilli. 2026 yil 29 iyul kuni soat 5:50 larda Mirjalol ismli mas'ul Tohirjon Jo'rayevga qo'ng'iroq qilib, u faoliyat yuritayotgan tashkilot zimmasiga tuman chekkasida joylashgan hududni obodonlashtirish vazifasi yuklatilganini ma'lum qilgan. Shuningdek, mazkur manzilga zudlik bilan yetib borib, obodonlashtirish ishlarini tashkil etish va belgilangan topshiriqlarni bajarish yuzasidan ko'rsatma bergan. Chaqirish boshlandi, o'sha Qaqir qishlog'iga hasharga boramiz ekan deyishdi. Chunki bir kun burun o'sha hokimiyat tomonidan, o'zlari ishxona tomonidan telefon qilingan, obedga kelishadi. 1dan 2 gacha obedlari. 6:15-20 larda ishga ketishgan, ishchi ust boshda, ertandan ishga ketaman. Chunki 8 da borib o'sha ishxonalarda 8 dan keyin ro'yxatdan o'tish uchun ishga ketishgan. Tohirjon Qaqir qishlog'ida olib borilgan obodonlashtirish ishlarida yollama ishchilar va hamkasblar bilan birga faol ishtirok etgan. Ish jarayonida uning yoshroq hamkasbi o't urish uskunasidan foydalanayotgan payt uskunani aylanuvchi pichog'i toshga qattiq zarb bilan uriladi. Natijada pichoq ikkiga bo'linib, uning bir bo'lagi taxminan 15 metr narida turgan Tohirjon Jo'rayevning qorin qismiga kelib sanchiladi. Chiqib ketib, Tohirjonda o'sha tikka turgan ekan, o'shalar oldida borib shu nima tomoniga sanchilibdi-da, yurak qismiga sanchilibdi. Hech qancha qilgan hojona ishga o'sha hokimiyatdan buyruq bo'lgan, bizda ishlarida o'sha xo'jayinlari Avazjonmi kim otib o'sha buyurganda, endi buyruqni o'sha bergan. Endi u bola ham qo'rqib ketgan, o'sha chiqib ketgan bola, o'ray turgan bola qo'li bilan bosib turibdi, haqiqatan yordam beraman deb. Qon ko'p ketdi. Chunki kasal bo'lgan odam baslar xo'jayinim. O'sha rasmlarda, nimalarda ham ko'rgan bo'lsalar kerak. Jarohatlangan Tohirjonga voqea joyida bo'lganlar darhol birinchi yordam ko'rsatishga harakat qiladi. Ular qon ketishini to'xtatish maqsadida uning qorin qismiga mato bosib, tez tibbiy yordam xizmatiga qo'ng'iroq qiladilar. Biroq jarohat og'ir va qon yo'qotish ko'p bo'lganligi sababli tez yordamni kutmasdan hamkasblari zudlik bilan avtomashina topib Tohirjonni shifoxonaga olib boradi. Baland ovozlarda signal to'polon bilan kirib kelishdi. Yugurib chiqqanimizda shu Nexia mashinada shu orqasida bitta odam yotgan bo'lgan. Ko'rdik, zudlik bilan nasilkaga ko'pchiliklashib tushirib olib kirgan paytimizda o'sha bemorda shu qornida katta ochiq jarohat bo'lgan. Bemorda shu biologik o'lim sodir bo'lgan holatda bo'lgan. Kelganda bemor vafot etgan bo'lgan. Shu bilan ko'rdik, endi to'liq o'lim sodir bo'lganligini iqror bo'lganligimiz uchun bemorga unaqa oshiqcha dori-darmon boshqa narsa qilinishi kerak bo'lmaydi. To'liq reanimatologlarimiz bilan, jonlantirish bo'limimizdagi doktorlar bilan birgalikda ko'rganimizda shu biologik o'lim sodir bo'lganligini tasdiqlab turib, ana undan keyin rahbariylatimizga, ichki ishlarga xabar berildi. Mazkur holat yuzasidan ma'lumot olish maqsadida Uchko'prik tumani inson ijtimoiy xizmatlar markaziga murojaat qildik. Ma'lum bo'lishicha, markaz rahbari salomatligi bilan bog'liq sabablarga ko'ra shifoxonada davolanayotgan ekan. Shu bois mazkur masala yuzasidan markaz rahbarining o'rinbosari bilan suhbatlashdik. Kelganimda o'sha hayotdan ko'z yumganini aytdi doktorlar, o'sha yerda hamma odamlar bor ekan. Keyin ichkariga kirdim, chunki o'zimizda xodim bo'lganligi uchun. Men kirib ko'rdim ko'zim bilan. Shu qorin sohasidan o'sha qandaydir latında kesilganga o'xshagan narsa edi. Ayrim ijtimoiy tarmoqlarda o'sha yuragiga sanchilgan, hali ust boshda bo'lgan deyapti, lekin men o'sha bansada yotgan paytda o'z ko'zim bilan ko'rganman. Oq ko'ylak, qora shimda, o'sha rabochiy formada bo'lgan. Ishchi formada bo'lgan. Buni misol uchun o'sha ko'rmoqchi bo'lsa, o'sha bansani nima deydi, o'sha kameralari bor. O'sha morgga olib ketgandagi o'sha yerda kameralar bo'ladi, o'sha ust-boshini o'zini ishchi formadaligini. Ayni paytda Tohirjon Jo'rayevning xonadonida aza buxti hukm surmoqda. Shunga qaramasdan uning turmush o'rtog'i va xolasi voqeaning haqiqiy tafsilotlarini so'zlab berishga rozi bo'ldi. Ular ayrim ijtimoiy tarmoqlarda hodisa yuzasidan haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlar tarqalayotganini ham ta'kidlab o'tdilar. Bitta boquvchimiz shu dadamizda men ishlamayman deb o'tiraman, mana shu gavdagim bor qo'limda. 3 yildan shaqo ishlagan yo'q, faqat shu
Boquvchimiz bitta shu dadamizda xolos. Ishlariga mehr bilan ishlashardi. Hamma yoqda o'rniga qo'yib hujjatlarini. O'zlari yetimlikda katta bo'lishgan bir dona o'g'il xolos, boshqa farzandi yo'q. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda mazkur holat yuzasidan prokuratura organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv hamda surishtiruv ishlari olib borilmoqda ekan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 257-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyatchi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Ruxsor News uchun maxsus.